Ikkinchi sinf o'qish darsi. Non aziz she'ri. Non azizu eng halol, non serob bu bemalol. Bo'lmasin hech uvol, ushog'ini terib ol. Bugun biz Obid Rasulning Non aziz she'ri bilan tanishamiz. She'r bilan tanishdan avval shoirning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beraman. Taniqli bolalar shoiri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi a'lochisi Obid Rasul o'z ijodiy faoliyatini jajji o'g'il qizlarimiz uchun quvnoq she'rlar yozishga bag'ishlagan. Uning ko'p chakmonli yigitcha, Olmazor, Quvnoq bolalar, Asal amaki, Sadaf tishli amaki, Chashma, Keling bizning polizga singari bir tala kitoblari yosh avlodning ma'naviy mulkiga aylangan. Obid Rasul uzoq yillar davomida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaganligi uchun ham bolalarning fe'l-atvorini juda yaxshi bilardi. Shuning uchun pedagog shoirning she'rlari yosh kitobxonlar qalbiga tez yetib boradi. Endi sizlarni she'r matni bilan tanishtiraman. Non aziz, Obid Rasul. Oyim xamir qorarlar, non yopmoqchi bo'larlar. Yonlarida men borman, yumush bo'lsa tayyorman. Suvalalar uzarman, patirga gul chizarman. Oyim xursand ishimdan, quvonib ich-ichidan. Bolam, derlar, omon bo'l, barchaga mehribon bo'l. Ushoq ham non azizim, nonga qilamiz ta'zim. Bebahodir non qizim. Xo'p bo'ladi, jon oyi, bildim, aziz non oyi. Hozir biz sizlar bilan she'r matnida uchragan notanish so'zlar yuzasidan lug'at ishi o'tkazamiz. Lug'at ishi: yumush, uy ishlarini bajarish. Zuvala, xamirni bo'laklarga bo'lish. Ushoq, nonning mayda bo'lakchalari. Ta'zim, yuksak hurmat, minnatdorchilik. Bebaho, inson uchun qadrli va qimmatli aziz narsa. Ma'nodor so'z. Aziz so'ziga ma'nodor so'z qadrli. Aziz o'quvchilar, keling endi she'r matnidan ona va qizning so'zlarini ajratib olamiz. Non aziz, Obid Rasul. Oyim xamir qorarlar, non yopmoqchi bo'larlar. Yonlarida men borman, yumush bo'lsa tayyorman. Zuvalalar uzarman, patirga gul chizarman. Oyim xursand ishimdan, quvonib ich-ichidan. Bolam, derlar, omon bo'l, barchaga mehribon bo'l. Ushoq ham non azizim, nonga qilamiz ta'zim. Bebahodir non qizim. xo'p bo'ladi jon oyi, bildim, aziz non oyi. Mana o'quvchilar, she'r matnidagi ona bilan qizning so'zlarini ajratib oldik. Endi she'rdagi nima so'rog'iga javob bo'lgan so'zlarni topamiz. Nima? Xamir, non, yumush, gul, ushoq, non. She'r matnidan nima so'rog'iga javob bo'lgan so'zlarni ajratib oldik. Endi shu so'zlarni chizma orqali tekshirib olamiz. Xamir, non, yumush, gul, ushoq, non. Ushbu so'zlarning barchasi nima so'rog'iga javob bo'ladi? Aziz o'quvchilar, hozir sizlarga havola etilayotgan rasmlarni diqqat bilan tomosha qiling. Ekkan idim ko'kat bo'ldi, don bo'ldi, tog' bo'ldi. Pishgandan so'ng oppoqna non bo'ldi, non bo'ldi. Ekkan idim ko'kat bo'ldi, don bo'ldi, don bo'ldi. Pishgandan so'ng
boy. Ilmni boy, yetar bug'doy. Ilmni boy, nimaga boy? Ilmni boy, yetar bug'doy. Ko'rsatilgan rasmlardan nonni qanday paydo bo'lishi, non dasturxondan joy olar ekan, qanchadan qancha kasb egalari, ya'ni dehqon, kombaynchi, traktorchi, yuk tashuvchi haydovchi, tegirmonchi, novvoylarning zahmatli mehnat evaziga bunyod bo'lishini bilib oldik. Nonni ko'rsang tezda ol, ko'zga surt, qo'yningga sol. Novvoyga non aziz, tegirmonga un. Non qadrini och bilar, kiyim qadrini yalang'och. Bir boshoq don, bir savat non. Nonni nomi ulug', nomidan ham o'zi ulug'. Donni ayagan donga yetar, nonni ayagan nonga. Non aziz ne'mat. Ushbu ne'matlarning qadriga yetmog'imiz lozim. Uni isrof qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bugungi darsimiz orqali biz o'zimizning nonga bo'lgan hurmatimizni izhor qildik. Shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.